Assalomu alaykum hammaga, obunachilarimiz. Sizlarga rahmat. O'tkazib qo'ygan gilamimizni sira sotib oldinglar. Lekin uzoq yerga bo'lib qoldi. Dastlabkiga juda qiyinchilik bo'ldi. Bizga yordam berdi, lekin hamkasblarimiz Sharxondan namozgoh masjidining yonboshdagi gilam, sak gilam bazasi. Ularga alohida rahmat aytamiz va keyingi gilamni qo'yishni davom etamiz. Qolganini Qobuljon mana tushuntiradi. Assalomu alaykum Abdumanop ota gilam do'koni obunachilari hamda kuzatuvchilari. Sizlarga navbatdagi gilam obzorimizni Xudo xolasa hammaga yoqadigan o'ta go'zalini qilmoqchimiz. Gilamimizni ko'rsatib o'ting rahmatli aka. Mana navbatdagi gilamimiz Samarqand sagdiki toza bartiqimiz. Katta uylarga rosa tushadigan, qizilni juda ham ko'pchilik so'rashyapti. Bu gilamimiz eni 4 metr, 7-8 metr atrofida qolgan. Obunachilarimizga rosa foydalanadigan imkoniyat 210 ming so'mdan qilib belgilaymiz mana. Mana shoshilinglar. Narxlari juda arzon bo'lib ketdi. Katta uylarda razmeri katta bo'lgani uchun qimmatga bitadi. Mana yarim puliga bitirish imkoniyati bor. Sizlarni kutib qolamiz Abdumanop ota gilam do'konida. Manzilimiz o'sha Izboskan Poytoq. Telefonlarimiz opisaniyada bor. Shoshilinglar.